Adasi, shokoladli somsa yegim kelyapti. Shokoladli somsa? Ha, yonida allombaga kofesi ham bo'lsin. Ramazonni birinchi kunidan erkalanadi-ya. Qanaqa bo'ladi endi o shokoladli somsa? Superotda hammasini epladi deb yordamchim Adibaxon bilan ishga kirishdim. Tayyor xamirni yoyib, o'rab chiqib, bo'laklarga bo'lib chiqdim va xamirlarni ochib olib, nachinkasiga shokoladli pasta solib chiqdim. Dumaloq shaklda tugib chiqib, ustidan tuxum sarig'ini surib va kunjut sepib 240 gradus duxovkaga 20-25 daqiqaga qo'yib yubordim. Bu orada allambalo kofeni tayyorlashni boshladim. Holvani to'g'rab, uni idishga solib, ustidan 1 stakan issiq sutni solib, blender qilib olamiz. Ikkinchi stakanga esa 2 qoshiq kofe solib, yarim stakan qaynagan suv solib aralashtiramiz va ustidan blender qilingan sutli holvamizni quyamiz. Mana allambalo kofemiz ham tayyor. Mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan buyurtma qildim. Korzinka Go ilovasi keng tanlovga ega bo'lib, u yerda uyga kerakli hamma narsa mavjud. Muhimi bozordan arzon va uyingizga tezda yetkazib berishadi. Qo'shimcha qilib Korzinka Go ilovasidan ayolimga gul ham buyurtma qilib yubordim. Bilasizlar-ku, ayollar gulni yaxshi ko'radi. Hamma narsalarni tayyorlab iftorlikka stolni ham qo'ldan kelgancha uyda bor narsalar bilan bezatib chiqdim va er-xotin o'tirib chiroyli duolar qilib, Ramazonning birinchi iftorlikini ham qilib oldik. Har doimgidek hamma xursand va baxtli. Sizga ham bu qilgan ishlarim yoqqan bo'lsa, voy super ota, yana o'zingiz ovqat qildingizmi? Xotiningizni qo'li singanmi deb komment yozib keting, xursand bo'laman.